Astagfirullah, astagfirullah. Azizlar, qadrdonlar. Iltimos sizlarga shu videorolikka befarq bo'lmasdan tarqatishni beringlar. Yurakcha bosib tarqatinglar, sababi yurakcha bossangiz video tarqalib ketadi. Bugun 21-yanvardan 22-yanvar o'tar geçda shunday bir musibat bo'ldi, ya'ni 10 kat joy yanib ketdi azizlar. Bizlar Hazorasp tumanida Muhamonda Prezident Kublada, ya'ni Al-Xorazmiy maktabına yaqin bo'lgan joyda hozir navoda yangani to'shni ma'lum emas, sababi toza yanganini hali o'tam o'chmagan, yanib turibdi, tutadi hamma yerlar. 100% yandı desek ham bo'laveradi. Joy yıkamız deb tashxis qo'yib turibdilar hozir. Keyingi videoroliklarda mo'jid batafsil aytib beramiz. Eng mudhish holat shu xonadonda bir anamiz 80% güyüş, ya'ni yanish holatida banisa yatqizildi. Qizlaridan güyüş alomati bor. Yana bir sinov, shu xonadon boshi, ya'ni otamizni onkologik kasallari bor ekan. Bu kasal darakli Urganchda ximiya olish uchun yatgan ekanlar. O'zlarining o'g'illari ham shu yanlarida yatgan. Bu uyda faqat shu anamiz bilan qizlari bo'lgan. Geçte shunday yong'in chiqib ketgandan keyin 80% anamiz yanganlar azizlar. Hozir shunday ma'lumot yetirib turibdilar. Iltimos, videorolikka befarq bo'lmanglar. Karta raqam qo'yamiz. Sizlarning kichik narsalar bilinman, lekin ehson uchun keldik. Bugun shunday qorli, yog'ish-yağmur bo'lib turgan kunda bularni aqsab bo'lmadi. Rayonimiz hokimi ham gelib ketdilar. Inshaalloh xudo xolasa yetirilgan zararlar ham ko'rib turibdilar. Bundan tashqari xalqimiz hamma birlashadi. Bana abone bo'lib ko'rib boringlar, sababi bundan keyin ham yana videorolik qo'yish niyatim bor, sababi bu holatda yatmasin, sababi hammamiz butunmiz, kimidir uyinda gazi yoktur, kimidir uyinda misol gapda sharoit yoktur, lekin muhimi jonimiz sog'ku, to'g'rimi? İmkoniyat yetmay olsa videorolik tarqatishda yordam beringlar. Lekin joyi ko'rib achinib ketdim, sababi kimdir butun umrini sarflaydi men aytib joy quraman deb. O'zlarimiz ham yana oz joy zatamizda birimiz hali bitirib tamom etib bilmadik azizlar. Shuning uchun befarq bo'lmadi, yaqinlarga tarqatib qo'yamiz shu videorolikni. Ekranda karta raqamlar qo'yamiz. Qo'llaringizdan kelsa ihson qilishda o'zingizni ayamanglar.